Bunaqasi fanda perveraz bo'lishi. Bolam tug'ilmadimi? Tug'ildi, qasam muddatidan oldin tug'ildi, lekin Husan chiqmayapti. Shunaqasi ham bo'ladimi? Подожди, qarang o'rtada pauza, nimadir telefon bo'lib qolmaganmidi? Qachon? Bolani olib kelishizdi. Yo'q, bog'on shugurisi to'g'ri olib keldi bu yoqqa. Qachon tug'iladi bu? Xotiningizni dardi qilmayapti. Примерно через неделю tug'ilishi mumkin. Еще не знаю, Бог знает. Bir hafta? Да. Changitma. Mayli. Bu darding kelmadimi hali? Ha, yo'q, hali kelgani yo'q. Qachon keladi bu? Chiqisi kelmayaptimi? Voy! Keldi. Keldi shekilli. Man, yur. Bog'on shugurni olib kel. Anadan borib yo'qdi. Ha, chuqur bozor. Chuqur bozor. Ha! Voy Hasan namchi tezda. Tezman. Hamma durma. Ha tushlayman. Voy qaq ketdi. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. Ustoq qanday bo'ldi? Bashamada qildik-ku qarindoshlar urg'ayman mahalla deylar Xudoning oldida. Hasan, ket to'g'rimizda namchi sekin. Yo'q, u to'g'rimizda emas, просто men bir hafta undan vaqtida tug'ilganman, shuning uchun tez gapiraman, tez harakat qilaman. Hamma narsa menda tez, tushundingmi? Husan bo'lsa bir hafta keyin tug'ilgan, shuning uchun hamma narsa kech yetib boradi unga. Hasan, sal qoldida. Ming bor uzr, sal adashdim Hasan. Haqiqatan to'g'rimiz ekan.